Assalomu alaykum hurmatli kursantlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Kecha biz UZIda oshqozon osti bezini, ya'ni pankreasni o'tgan edik. Pankreasni qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qildim. Taxminan shu ko'rinishda deb oladigan bo'lsak, bugun endi pankreasdan keyingi darsimiz qora taloq, ya'ni splena. Buni birinchi o'rinda shaklini chizganim uchun shakli haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda anatomiyasini o'rganib o'tib ketishimiz shart. Shaklini kimdir noxatsimon ko'rinishda deydi, kimdir oval ko'rinishda deydi. Shaxsan men o'z aslida platsentaga o'xshataman shaklini. Bu embrional davrdan boshlab atrof to'qimalarni, jismlarni hisobiga ma'lum bir noma'lum shaklga kirib qoladi. Ya'ni qaysidir organizm, masalan deylik, pastdan buyrak, bu yoqdan ichak, deylik, shular hisobiga va oshqozon osti bezi ezishini hisobiga noma'lum shaklga ko'rinib qoladi degan ustozlarimiz ham bor va ular doim qo'pol qilib aytganda to'g'ri gapirib kelishgan. Endi oshqozon osti bezi sal botib kiryapti. Birinchi o'rinda to'liq joylashishini biz hisoblab olaylik. Boshqatdan chizamiz ekan. Qora taloq joylashishiga nisbatan deylik o'sha mana xuddi mana shu ko'rinishni olsalaring yaxshi to'g'ri ko'rinish bo'ladi meni fikrim. Sababi darvoza venasi bor bunda ham. Darvoza venasini sal pastrog'ida o'sha oshqozon osti bezini dum qismi tegib joylashgan bo'ladi. Va pastki qismida albatta buyrak bo'ladi. Yuqori qismi buni boshqa rangda qilmasak bo'lmaydi. To'liq diafragma qamrab turgan bo'ladi, hattoki masalan jigarni ham. Misol deb aytyapmiz. Endi demoqchi bo'lganim, qora taloq shakli bo'yicha kelishib oladigan umiddaman. Aynan noma'lum shaklda desa, o'z aslida to'g'ri bo'ladi. Shakliga ko'ra. Bizga asosiy joyi bu joylanishi, masalan skletopiyasiga oladigan bo'lsak, o'sha oshqozon osti bezini biz umurtqa pog'onalariga bo'lganimizda, ya'ni to'g'rilaganimizda 12-ko'krak umurtqasi va 1-2 bel umurtqasi atrofiga to'g'ri keladi deb aytgan edik. Va shuni to'g'risida deylik o'sha qora taloq joylashyapti va qora taloq to'liq tarzda qovurg'a ravoqlari orasida, himoyasida joylashgan bo'ladi. Har doim bizga ko'rayotganimizda qora taloqni shu qovurg'a ravog'i doimiy bizga xalaqit berib keladigan, sizni ishingizda eng muhim uchraydigan omil hisoblanadi. Endi qora taloqni imini qovurg'a ravog'i ostida ko'rishimizda ham yana bitta muhim jihat bor. Datchikni spektrini o'sha ushlashimizda ham farqi bo'ladi. Ya'ni soat strelkasi bo'yicha, masalan deylik, mana bu datchik deb tasavvur qiladigan bo'lsak, datchik olib kirmagan ekan, mana bu datchik deb tasavvur qiladigan bo'lsak, hozir amaliyotda ham ko'rsataman nazariyadan keyin. Datchikni yuqoridagi, ya'ni maxsus belgisi bor va o'sha belgisini soat 12, masalan bemor yotgan holatda bemorning tanasiga nisbatan 12 deb qo'yadigan bo'lsak, ba'zi bir ustozlarimiz shu usuli bor. Ya'ni soat strelkasi bo'yicha 1 va 7 ga buradi. Tekis emas, 1 va 7 ga burganda o'sha taloqni joylashishi ham deylik yuqori uchi orqaroqda bo'ladi. Masalan yuqori uchi orqaroqda bo'ladi, pastki uchi oldiroqda bo'ladi. Ya'ni yana ham tushuntiribroq aytishga harakat qilaman. Yuqori uchi lateral tomonga, pastki uchi medial tomonga enkigan holatda bo'ladi. Shuni hisobiga ham biz datchikni ushlaganimizda o'sha soat 7 bu past tomoni va tepa tomoni 1 ga to'g'rilab turib ko'rsak ko'ra olamiz. Lekin hammani o'lchash usuli har xil bo'lganidek, menda sal boshqacharoq, ozgina teparoq qilib, masalan deylik, bu tomonga emas, bu tomonga o'lchasam yaxshiroq ko'raman. Ko'proq muammolarda biz gaplashamiz. Hozir bu yerda masalan deylik, taloq razriflari ham paydo bo'lishi mumkin kasalliklarning ichida.
O'sha holatlarda soat strelkasiga nisbatan 1 va 7 ga ko'ra menda sal teskari ushlaganimda osonroq topaman. Endi talonni o'lchashiga kelamiz. Menimcha anatomiyasi menimcha yetarli bo'ldi. Hammamiz anatomiyani o'qiganmiz, bir qator eslab o'tib ketdik xolos. O'zi anatomiyaga yaqinlashgan joyini. Xo'p, endi qora talonni oladigan bo'lsak, birinchi o'rinda darvoza venasiga ahamiyat berishimiz kerak. Ya'ni bilamiz bitta arteriya va bu yerda bitta vena darvoza venada amaliyot hosil qiladi. Arteriyani bilamiz qayerdan kelishini, sal ko'rinishiga nisbatan bizga noaniqroq ko'rinadi. Arteriya o'z aslida o'zida deyarli muhim emas. Bu qon to'plab turuvchi a'zo bo'lgani uchun bundan qon qanchalik darajada chiqib ketyapti? Meni fikrim shu muhim, shunga ko'proq e'tibor beramiz va biz doim vena tekis turgan bo'ladi va venani o'lchaymiz, venani hisobga olamiz. Normal uzi holatida birinchi o'rinda donadorligiga qaraymiz, ranglaridan donadorligiga qarasak boshqa svet bo'lib qopti. Masalan, bilamiz hammamiz. Xullas buni inobatga olmaylik. Donadorlik xuddi jigarga o'xshagan mayda donador ko'rinishda bo'ladi. Masalan, shu mayda donador, ya'ni bizni ko'rinishimizga giperehagen, ya'ni oq ko'rinishi qachonki kuchayib ketayotgan bo'lsa, o'shanda zichlashlari va boshqa kasalliklariga biz shubha qilishimiz kerak bo'ladi. Bu ko'rinishini hozir birato'la aytib o'tib ketdik. Ya'ni birinchi datchikni qo'yganimizdan keyin birinchi ko'rinishiga, ya'ni rangiga baho berishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun undan tashqari buni o'lchovini inobatga olishimiz kerak. Masalan, deylik, hamma uzi organlarida uzida o'lchayotganimizda ba'zi adabiyotlarda berilgan 3 ta o'lchamda o'lchanadi. Lekin aynan taloqqa kelganda 2 ta o'lchamda o'lchaysiz xolos. Bu birinchi bo'ylama o'lchami va eniga o'lchami. 2 ta o'lchamda o'lchaysiz xolos va buni normasi bo'ylamasiga 12 sm gacha bo'ladi va eniga deylik 7 sm gacha bo'ladi. Biz eng katta odamlarni inobatga olib aytamiz hozir. Bu jinsiga ko'ra, yoshiga ko'ra, masalan, har xil bo'lishi mumkin. Va hozir yana gaplashib o'tib ketamiz. Bu haqida o'z aslida ma'lumot ko'p. Imkon darajada qisqartirib, yaxshiroq imkon darajada qisqartirib, boshqa odamlar aytmagan ma'lumotlarni aytishga harakat qilaman. Xo'p, deganim 12 ga 7. Nimaga biz 3-o'lchamni ola olmaymiz bunda? Chunki boya gaplashganmiz, qovurg'alar bizda bo'lganligi sababli qovurg'alar bizga taloqni to'liq ko'rishimizga xalaqit beradi. Ya'ni datchik apparatini aytganimizdek qovurg'a ravog'i orasiga qisman to'g'rilab turib ko'rib olamiz. Lekin bunaqasiga qiladigan bo'lsangiz, qovurg'alar bizga o'sha deylik qalinligini o'lchashimizga xalaqit beradi va diagnozimiz noto'g'ri bo'ladi. Eng sizlarga qo'pol qilib aytganda, sudga borgan taqdirda ham, masalan, описание, заключение sudga borgan taqdirda ham sizga hech qachon qo'pol qilib aytganda shaltoq yopishmaydigan qilib tushuntirishga harakat qilyapman. Bitta zo'r usul bor, aynan shu o'lchamiga nisbatan, ya'ni qora taloq indeksi bor alohida. Bu indeksni mabodo yozadigan bo'lsangiz, hech kim sizga pretenziya bildira olmaydi. Va buni o'lchash, yozishimiz ham unaqa qiyin narsa emas. Masalan, deylik, juda oson. Buni shkalasiga ko'ra, masalan, indeks yozyapmiz. Indeksni qanday hisoblaymiz? Uzunasini o'rtasidan bo'lamiz. Masalan, 12 chiqdi uzunasi. Masalan deb aytayapman. 12 chiqdi. 12 ni o'rtasidan bo'lamiz, ya'ni 6. Va eniga necha chiqqan bo'lsa, uni bo'linmaydi, enini o'lchovi. Masalan, eniga o'lchadikda
eni deylik 4 chiqdi. Misol deb aytayman, ko'paytiramiz 4 ga. Va xulosamiz har doim deylik bu umumiy ob'yom sifatida o'tyapti hozir. Xulosamiz deylik normasi 32 kub hisoblanadi. 32 dan oshib ketmasa, bu taloq normada hisoblanadi o'lchami razmeri bo'yicha. Qachonki 32 dan oshib ketadigan bo'lsa, bizda nima bo'ladi? Birinchi o'rinda splenomegalia tashxisini qo'ysak bo'ladi. Splenomegalia qachonki o'sha 32 dan oshib ketgan taloqqa qo'ysangiz bo'ladi. Va bu har doim hamma joyda, butun dunyo bo'yicha norma hisoblanadi. Xo'p, endi kasalliklariga nisbatan mayda-chuyda kasalliklarini o'rgatganim bilan sizlarga foydasi bormi, yo'qmi? Sizlarga aytganimdek, vaqtimiz oz bo'lgani uchun maksimal qisqartirishga harakat qilyapman. Masalan, deylik, kimdir ginekolog sizlarning ishlaringda baribir o'zini ginekologический deylik organlari bilan shug'ullanib ketadi. Kecha ham aytdim, kerak bo'lsa bu organlar haqida hattoki bizdan ham yaxshi bilsalaring kerak. Ultratovush tekshiruvini misol deb aytayman. Kimdir urologический, kimdir o'sha o'zini yo'nalishiga, masalan, travmatologический deylik o'zicha bo'lib ketadi. Bu meni fikrim. O'shaning uchun mayda-chuyda kasalliklarini gaplashmaylikda, o'sha sizlarga sog'lom odam bilan nosog'lom odamni ajratishni ko'p uchraydigan usullarni o'rgatyapman. Asosan qora taloq eng nozik a'zolarimizdan bittasi bo'lganligi sababli, masalan deylik, vaqtga keldida qanaqadir tanishingiz avtohalokatga uchradi. O'shanda siz qora talog'ini ko'rmoqchisiz. Qora talog'ini ko'rganingizda aynan hozirgi biz ko'rgan usullarga e'tibor berasiz va qo'shimchasiga bitta yana sложный usuli ko'rish holati bor. U ko'rish holatini aytaylik. Gematoma qon deb olaylik. Asosan lateral tarafda bo'ladi. Endi men katta qilib chizyapman. Bu deylik qisman masha atrofda yoki masha atrofda yoki bu atrofda bo'lishi ham mumkin. Agar deylik qisqacha ko'rgan bo'lsangiz, masha atrofda ko'rdingiz deylik. Qisqacha ko'rgan bo'lsak, ozgina vaqt bemorni ushlab turamiz. Masalan deylik 15 minut, 20 minut atrofida misol deb aytayman, yana bitta qayta ko'ramiz bemorni. Va bemorni imkon darajada yotgan holatidan boshqa joyga bezovta qilmaymiz. Turgizib yurgizmasdan ozgina kutilgan holatda yana ko'rsak, bu kattalashyaptimi? Demak, qora taloqda razriv bo'lgan va razrivdan qon deylik otilib chiqyapti. Borgan sari 1 soat va undan oshiq vaqtlar o'tgan sari bu qon ham to'ladi. Chap umuman lateral qismga va undan tashqari qorin bo'shlig'iga sizib chiqishga, ya'ni harakat qiladi. Qaysidir ma'noda peritonit deb olsak, to'g'ri tushunsak kerak. Sizib chiqishga harakat qiladi. Buni razriv deb olsak bo'laveradi. Masalan, har doim ham, ya'ni razriv bu bo'linish deb olsak, qora taloqni bo'linishini, yirtilishini, ya'ni avtoavariya holatida yoki o'sha tomdan qanaqadir travma holatida kuchli zarar yetganini har doim ham asoslab berib bo'lmaydi. Sababi birinchi o'rinda bemor tinch holatda bo'lmasligi mumkin. Misol deb aytayman. Masalan deylik, ikkinchi ko'rinishi bemor tinch, o'sha sizga chiroyli yotib bergan holatda ham mabodo o'sha yorilgan joydagi, masalan, mana yerdan yorildi deb olaylik, yorilgan joydagi o'sha exogenlikni ajrata olmasligingiz ham mumkin. Sababi qon bilan o'sha nimani, qora taloqni zichligi bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun ba'zi holatda ko'rinmaydi va bizni asoslashimiz aynan shu gematomalarga nisbatan asoslanadi. Lekin buni qayta ko'rursiz, qora taloqdagi razrivni aniq-tiniq opisaniyaga yozib berishni imkoniyati bor o'zi aslida. Buning uchun qayta mashq, tinimsiz o'sha bemor ko'rish bilan o'zingizni salohiyatingizni kuchaytirib olsangiz bo'ladi. Xo'p, menimcha
buguncha yetarli bo'ldi. Yana kamchiliklar, savollar bo'lsa, bemalol o'zimga aloqaga chiqsalaring ham, lichkaga yozsalaring ham bo'laveradi yoki gruppada yozsalaring ham muhokama qilaveramiz bemalol. Aytganimizdek, meditsinada aynan deylik qora talonni o'rni o'zi juda katta. Buni tugatishimiz uchun to'g'risi vaqtimiz yetmaydi. O'shaning uchun maksimal darajada qisqartirishga harakat qildim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.